Ligimda ayam bilan suvosh qilgani borsam, sotuvchilarda fishkasi bo'lardi. Turkiya deb qo'yadi, bilasizmi? Luboy ayollar dushaydigan gap Turkiya. Ayollarga farqi yo'q emas. Turkiyani eshitgandan keyin vulkanizatsiyadan ham bera oladi kiyim deb. Uka mana mana shu Turkiya. Va bu Turkiya emas. Siz nimaga Turkiya emas? Chunki Turkiyada Eyza binolar rasmini tushirib tagiga Let's go США deb yozib qo'yish, u eng qizig'i SH'ni lotinchada yozib qo'ygansizlar. Bu Turkiya emas. Siz bitta kiyib ko'ring, kiyib chiqasiz u. Sizga katta haligi. Voy, opa, tushganini ko'ring. Kiyov bola bo'lib qoldi, o'g'lingiz qarang ya. Pulni opa to'lashini biladi. Ko'ring ya, qanday tushadi? U 1-2 razmer katta bo'lsa ham mayli, umrimni oxirigacha u darajada katta bo'lib ketishimga ishonamayman-da, men tushunyapsizmi? Rangi ham yomonchi. Mana shu bola uchun ishlab chiqarilganda. Ha, men uchun zavodda bittasi o'tirib olib, Feruz uchun bitta vodolaska qilamiz, sariq bo'ladi, oqda yozib qo'yamiz. Bilmayman, daltonikmi, did nima bo'lgan bilmayman biz. Ko'chadan topib olgan didini, tushunyapsizmi? Patinkalar razmerini aytmasa ham bo'ladi. 38 ba'zida katta, ba'zida kichkina kelib qoladi. Bilmayman, ular razmerni ob-havoga qarab ham